Ayollarni o'quvsiz beka qilib ko'rsatuvchi omillar: betartib oyoq kiyimlar, non idishda qotib qolgan va mog'orlab qolgan nonlarning turishi, stolda kir bo'lib ketgan va eski sochiqning turishi, choyni to'ldirib va sho'rillatib quyish, choy va ovqat uzatayotganda barmog'ini tiqib uzatish, yana ovqat so'ralganda o'zini kosasi yutib, kir kosaga ovqat suzib berish, ovqat bilan qo'shib yeyiladigan mahsulotlarga qo'shimcha qoshiq qo'ymaslik, shakar va shunga o'xshash narsalar uchun quruq qoshiq ishlatmaslik, xolodilnikka mahsulotlarni salofan bilan qo'yish. Videomizni bo'lajak bekalarga yuborib qo'ying.